Siz bor ekansiz, bu uyda fayz bor. Siz bor ekansiz, bu xonadonda duo bor. Siz bor ekansiz, farzandlar o'zimizni ham suyangan his qilamiz. Ba'zan farzand ulg'ayadi, lekin ona uchun bir yosh bola bo'lib qolaveradi. Siz esa biz uchun butun umr o'zingizni unutib yashadingiz. Bizni ko'rsin deb siz yig'ladingiz. Bizni to'q bo'lsin deb o'zingizni qiynadingiz. Tunlari uxlamay boshimizda o'tirdingiz. Kasal bo'lsak dardini o'zingiznikidan ham ortiq his qildingiz. Onajonim, ilohim Allohim biz uchun qilgan mehnatlaringiz evaziga sizni dunyoning savob saodatini bersin. Bizni deb chekkan zahmatlaringiz, qado bosgan qo'llaringiz uchun biz sizdan bir umr qarzdormiz. Mana bugun o'sha mehnatlaringizning mevasi qarshingizda turibdi onajon. Qizingiz, farzandlaringiz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rishadi. Balki har kuni aytolmasalar ham, balki doim bag'rlariga bosolmasa ham, lekin qalbining eng katta joyida faqat siz borsiz onajon. Bugun siz uchun olib kelingan mana shu gullar farzandlaringizni sizga bo'lgan mehrining kichik bir ifodasi xolos. Ushbu kichkina sovg'amizni qabul qilib olasiz, marhamat.